Assalomu alaykum Imronbek Parranda kanalining obunachilari. Do'stlar, bugun ham video qo'yishga qaror qildim. Joylarimizga e'tibor bermaysizlar. Mana xudo xolasa mana bu tepasini ham naves bilan yog'ochlab keldim hozir. Naveslarni qilib, xudo xolasa bularga ham salqin joy qilib berishga, o'rdaklarga harakat qilamiz. Bu bittamiz sho'ng'ib mazaq cho'milyapti o'rdak. Do'stlar, o'rdakdan foyda yo'q deganlar uchun iltimos faqat bardagiga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa ish qo'lidan o'rgat qilaman. Mana do'stlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta. Do'stlar, mana xudo xolasa 10 ta kurkimiz yotdi. Ras mana xudo xolasa. Va yana qolgan mana 5 ta makonimiz bor. Bular bo'lsa tuxumda vaqt tuxum qo'ygan, ichkarilarga tuxum qo'ygan. Mana do'stlar, o'rdakdan foyda qilmayman deganlar, o'rdakdan foydasi yo'q deganlar. Bularning tagida eng kamida xudo xolasa 25 tadan примерно tuxum bor. Eng minimum hisoblaganimiz ham 20 tadan ochib chiqqan taqdirda ham 20 tadan bizga bolasini chiqarib bergan taqdirda ham 200 ta xudo xolasa jo'jamiz naq bizga inshaalloh. O'zi aslida undan ko'p bo'ladi. Eng minimum hisoblaymiz. 20 ta 200 ta jo'jamiz xudo xolasa bozorda 25 ming gapni ko'ryapsizlar. Indiskilar naqalarda bolalarning jo'jachalarini biz 20 mingdan hisoblasak ham mana 4 million so'm xudo xolasa shu bolalarning o'zidan daromad bor. Do'stlar, endi biz bularni bolalarni sotmaymiz. Katta qilib, xudo xolasa o'rdak qilib, kuzga borib xudo xolasa bir qarorga kelamiz va ferma qilamiz. Endi sizlarning kommentariyalaringda ferma qiling deb yozsalar, inshaalloh harakat ferma qilamiz. Bo'lmasa hammasini bitta qilib sotsak, katta qilib, yaxshigina pul bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi? O'rdaklarimiz. Mana do'stlar, ana go'zallik. Tayi to'la tuxum bo'lardi. Xohlasa do'stlar, shunaqa gaplar. Bizga agar 200 ta bitta ochishda bo'lsa, hali bulardan foydani ko'p qilamiz inshaalloh. Biz to'xtab qolmaymiz. Jo'jalarni olamiz, xohlasa yana tagiga tuxum qo'yishga harakat qilamiz. Endi tuxumni nechtaligiga qaraymiz. Nechta ko'p, qancha tuxumaga ko'payib ketsa, jo'jasini boshqa narsaga qo'shib, ularni yana yotkazib yuboramiz. Qo'shimchasiga baquvvatlarini, noziklarini, bolalarni ajratib yuboramiz, xo'rozlarga qo'shib yuboramiz. Yana tezda tuxumga kiradi va yana ikkinchi marta kurki bo'lish nimasi ham bor. U kechki bo'lib qoladi, lekin kechki ham mana shu jo'jamiz kechki jo'ja. Kuzda ochilgan, kuzda ochilgan mana shu hamma o'rdaklar qatori birga kurki yotdi mana. To'g'ri birga tuxumga kirmadi-yu. Balki kirgandir, endi bilmay qoldik-ku, lekin demak bizga asosiysi shu, natija shu. Mana shu jo'jamiz mana hali arzonda 3 ta kelib qolgan, 20 ming so'mdan kelib qolgan kuzda 3 ta jo'jamiz. Mana inshaalloh mana shu vaqtga kelib kurki yotib, o'zi bizni daromadga kirgizyapti. Endi bular bizlarga daromadga harakat qilyapti. O'zlari bola ochadi, bolalarini qaraydi, qaragani. Vaqtlarimiz juda agressiv, asabiy, cho'qib qo'yaveradi. Bizlarga cho'qib qo'yaveradi. Oqlarimiz boydan mana zotdorlarga yotibdi. Endi bularning ichidan oqam chiqadi. Ozmoz vaqilloq o'rdagimiz ham chiqadi. Mana do'stlar, men quyonni joyini bo'shatgandim. Lekin ham xudo xolasa mana tuxumlar boshlanibdi. Bizni aldab bunaqa yashirin joyga tug'ibdi. Menimcha yerda ham bir 15-20 ta tuxum bo'lsa, yerda ham bittasi kurkib yotib olsa kerak. Xudo xolasa bizni qorabosh shirintoyimiz ota o'rdaklardan bu.
Bu baquvvatligini qarang. 5 kilo 6 kilo. Demak ota bo'ladi. Ota bo'lgandan keyin eriydi bizga. Oshqa berasammi yo bosmami? Do'stlar, kurkalarimizni sotmaslikka qaror qildik. Bu yilcha tavakkal qilganimiz ham kelyapti. Ko'raylikchi shularni o'sha Rosman 25-30 kilo qilishga 30 kilo qilib bo'lgandan keyin sotishga harakat qilamiz. O'sha paytdagi qiynalmasak sotishga, ammo bo'lmasa hozir ham shu sotib qo'ygandan keyin Instagramga juda ham ko'p odamlar telefon qildi. Juda ham ko'p odamlar telefon qildi, 3 million qildi, 3,5 million qildi. Bermadim. Chunki bu pulga bermayman ham. To'g'ri, endi unchalar sotganim yo'q, foydasi bor-ku, lekin kam foydaga sotmaymiz. Biz niyatlarimiz katta, xudo xolasa. Yutqizmaymiz, xudo xolasa yutqizmaymiz hech qanaqasiga. Joyini topib sotamiz. Lekin shu bu yilcha shu 10 ta bilan chegaralanib turaylik. Inshaalloh bu yildan keyingi sotishimiz ancha yengil bo'lsa, keyin klientlardan ham keyingi yilga gaplashishga, sotishga kelish bo'lsak, xudo xolasa ularni keyingi 50 tami, 100 tami, 200 tami endi Alloh qodir qilgancha qilamiz. Do'stlar, quyonchalarimiz mana xudo xolasa mazza qilib yotishibdi mana. Ovqatlarni yeb, suvlarni ichib, shirindan shirin to'ylar. Babichcha yo'llarimiz rosa kelin chiqib so'rayapti. Buni ham sotmayapmiz. Chunki buni bilasizlar, enasi yaxshi. U bolalar bilan yotibdi mana enasi. Ko'p tug'adi, tez tug'adi. Bunaqa quyonlarni zotini ehtiyot qilgan yaxshi. Chunki bozorda baraligi tug'maydigan, qarigan bir ishqilib sog'lom quyon kamdan kam chiqadi. O'sha yaxshisidan bir uchrab qo'ygan ekan inshaalloh mana Allohning mehribonchiligi bilan. Buni bolalar bilan sani yotibdi, 6 ta bolasi bor. Mana bu yerda yana 6 ta babichka, o'nolarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bu panda bir 15-20 kunlardan keyin panda yetilib qoladi, xudo xolasa. Yetilsa mana bu bara qo'ylarni qo'shib yuboramiz. Keyin xudo xolasa bular ham bizga bu oq bilan mana bu qora katta ikkalasi keyin daromadimizga bular ham daromad qo'shishga harakat qiladi inshaalloh. Do'stlar, mana bunaqa halol ishlardan tavakkal qilishdan qo'rqmanglar. Endi do'stona maslahatim. Faqat oldinga bosish kerak. Qo'rqmaslik kerak. To'g'ri, darrov foyda bilinmaydi, darrov foyda ko'rinmaydi. Lekin sabr toqatni orqasida albatta katta ishlar, daromadlar kutib turadigan bo'ladi. Buni faqat Alloh biladi. Taqdirimiz yozgan bo'lsa, inshaalloh katta fermalar qilarmiz balki. Jonivorlarga nisbatan muhabbatimiz bor. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qo'limizdan kelgancha yaxshi qarashga harakat qilamiz. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz. Do'stlar, kurkalarimiz qalay katta bo'pti mana. O'sha kichkina 400 grammlik kurkalarimiz mana hozirga kelib taxminimcha endi bilmadim. Tortganim tarozimda batareykasi ishlamay qolibdi. Biror kun olib chiqib tortib olaman. To'k tortib xudo xolasa. Taxminimcha 6 kilodan ag'da mana shu ikkovi. Balki 7 kilo chiqar, balki 5 kilo chiqar, endi bilmadim. Taxmin qilaman endi. Kattaligini qarang. Irig narsalar bular. Ertangi deydi ekan bularda. Ular zo'r katta bo'lar ekan. O'sha do'stlar, mana yotishibdi, xo'rozlari, bo'ylari qizarib. Bir ishlayapti, zo'r ishlayapti, hali quloqliq deyapti-yu, nima videoga syomka qilmayapti, bu yerda ish qilyapman, tepada qo'yapman, massaj qilyapman, telefonda tarqab ketyapti bunisi. Biz o'sha rost yemidan beramiz, faqat toza yem beramiz do'stlar. Bunaqa baliq, sassiq, baliq chekchoqlari, balovatirlardan berar ekan ko'pchilik, arzon tushadi deb. Yo'q do'stlar, bizdan bironta odam mabodo olib sotib olib turib, butunligicha sotib olib turib, yesa ham, iste'mol qilsa ham shu katta qilganga baraka topsin deb qo'ysa bo'ldi. Go'shtini yeb, go'shtning mazasini bilib, u harom xarij narsalar yegizdirib yuborib, bunga yuradi-yu, endi yegizdirib yuborib, arzon tushadi deb qarg'ish eshitgandan duo eshitaylik, kamroq foyda qilaylik, lekin zo'r bo'laversin, xudo xolasa. Do'stlar, doimiy biz bilan obuna bo'ling, obuna bo'lmaganlar, birinchi marta ko'ryapti turganlar, doim bizni kuzatib boring. Like bosing, kommentariyalar yozinglar.
qiziq bo'ladi kommentariy bizga. Ishdan keyin xudo xolasa chiqib olib ketgan kommentariyalar o'qib savollaringga javob beramiz. Hamma savollaring javobsiz qolmaydi inshaalloh. Gaplashib mana shu parandalarni shekilga yetib keldik do'stlar. Eslanglar bo'lsa boshida qanaqa edi? Ana harakat, sabr toqat bilan yana yaxshi yutuqlarga sekin-sekin erishyapmiz inshaalloh. Biz faqat hozircha foydadamiz. To'ppa-to'g'ri foydada bo'lib turibmiz inshaalloh hozir. O'rdaklarimizdan foydadamiz. Xudo xolasa mana 10 tasi yotibdi, bu yerda 200 ta jo'ja bor. Kamida kurkularimiz ham xudo xolasa 400 gramdan mana 5 kilo 6 kilodan o'tib ketdi. Bu ham o'sha foydasiga so'rab turib sotmayapmiz. Quyonlarimiz endi ikkita quyon olganmiz. 180 mingga 90 mingdan. Bu quyonimiz hozir rosa 15 ta quyon. Babicha kichkinalarga 80 mingdan kelin chiquvdi ham bermadim, chunki buni o'zim bolalarini olmoqchiman. Shunaqa chiroyli bolalar tug'adi o'ziga o'xshagan inshaalloh. O'sha maqsadda sotmadim bularni. Bu qoralarni olasizmi? Qoralarni sevmadi. Bu qoralardan ham baribir chiroyli bolalar tug'ilaveradi. Buni o'zimiz bilamiz inshaalloh. Do'stlar, like yondiringlar. Paddishkani bosinglar do'stlar. Mana shirindan shakar quyonchalarimiz bor, mana qulog'i juda ham chiroyli. Quloqchalari chiroylash Imronbeyda qiziqishi otasini paddishkasi bilan mana yaxshi natijalarga erishyapmiz, mana Allohga shukr. Yana quyon haqiqatan yaxshi foyda keltirgan quyon bo'ldi. Allohga behisob shukr. Shirintoyda qarang, shirinligini qo'yishich. Bolangiz olmaymi? Siz olaymi? Do'stlar, like bosinglar. Xudo xolasa ishdan qolmay, men ham ishlarni tez bilan tomini bekitib beraverdilar ham issiqda qolib ketmasin. Sizlardan like'lar kutib qolaman do'stlar. Dushi komment yondiringlar. Uzoq bir gaplashib, Xudo xolasa mana shu firmani kuchaytiraylik birga. Nasib qilgan bo'lsa kelajakda qilaman desalaring. Jo'jalardan ham beramiz, quyondan ham beramiz. Kurkalarda ham yordam qilamiz, joyidan arzon joydan olib berishga. Sizlardan shu paddishka bo'lsa bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.